Musulmon kishi tavhid va e'tiqodni sahobalarning fahmiga ko'ra o'rganishligi kerak. Agar dunyo va oxiratda najot topaman deb niyat qilsa, xohlasa, ya'ni dunyo va oxiratda najot topishlikni xohlasa, tavhidni va aqidani sahobalardek, ya'ni sahobalarning fahmiga ko'ra o'rganishligi kerak. Tavhid bu Alloh taoloni yakkalashlik. Aqida bu e'tiqod. Va har bir musulmon agar dunyo va oxiratda najot topishlikni xohlasa, tavhidni va aqidani o'rganishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'zini tanitishlik uchun nozil qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib o'zini, ya'ni Alloh taoloni tanitishlik uchun payg'ambar qilib yubordi. Qur'on bu insonlarga Alloh taoloni tanitadi. Agarda inson dunyo va oxiratda saodatli hayotni xohlasa, Alloh taoloni sahobalardek tanishligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalardek tanishligi kerak. Alloh va Rasulini sahobalardek tanimaganligi uchun ba'zi bir musulmonlar qiyin holatda bo'ladi. Hozir qaraydigan bo'lsak, atrofimizga va ba'zi musulmonlarga Alloh va Rasulini tanishmaydi. Alloh taoloni tanishlik faqatgina yuzaki bo'lmasligi kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni faqatgina yuzaki tanib qo'yishlik bo'lmasligi kerak. Alloh taolo Yahud va Nasorolarni la'natladi. Agarda Alloh subhanahu va taolo bir qavmni la'natlasa, uni butun maloikalar, butun maxluqotlar la'natlaydi. Hatto hayvonlar, hatto toshlar, daraxtlar, butun maxluqotlar la'natlaydi. Alloh taolo Yahudlarni la'natladi va Nasroniylarni la'natladi. Nasroniylar Alloh taoloni tanishmadi. Alloh taoloni tanishmadi. Rasulini tanishmadi. Alloh taoloni tanimaganligi uchun Iso alayhisalomga tuhmatlar qilishdi. Nauzubillah, Iso Alloh taoloni Allohning o'g'li deyishdi. Nauzubillah. Va ba'zi boshqa bir nasroniylar Alloh bu Isodir, Iso Allohdir deyishdi. Mana shu sabab, ya'ni ular Alloh taoloni, Rasulini tanimadi. Mana shu sabab johil, ya'ni jaholat bilan ibodat qildi ular. Misol uchun xristianlarda rohiblariga qarasangiz, erkak rohiblar uylanmasdan o'tadi. Cherkovda ibodat bilan hayotini o'tkazadi. Ayol rohibalar ham cherkovda ibodat bilan hayotini o'tkazadi. Hatto erga tegmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana jaholatga qurilgan ibodatlarni qabul qilmaydi. Chunki bu nasroniylar Alloh taoloni tanimasdan turib ibodat qildi. Rasulini tanimasdan turib o'zlari bid'at bo'lgan, ya'ni xurofatlardan iborat bo'lgan ibodatlarni o'zlariga tuzib olishdi. Alloh subhanahu va taoloni tanimaganligi sabab Alloh taolo ularni la'natladi. Va yahudiylarni Alloh taolo la'natladi. Yahudiylar Alloh taoloni tanishar edi. Hatto yahudiylarni payg'ambarlar boshqarar edi. Bir payg'ambar vafot etsa, boshqa payg'ambar, Alloh subhanahu va taolo boshqa bir payg'ambarni yahudiylarga, Banu Isroilga yuborar edi. Yahudiylarni payg'ambarlar boshqarar edi. Va yahudiylar Alloh subhanahu va taoloni tanishar edi.
va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini farzandlaridan-da yaxshiroq tanishar edi. Hattoki siyrat kitoblarida keladi, yahudiylar mana shu Madina oldin Yasrib deb nomlangan. Mana shu Madinaga oxirgi payg'ambar mana shu yerlardan chiqadi deb Madinaga kelib, ya'ni ular kutib turishgan oxirgi payg'ambar chiqishligini. Chunki ularning kitobida oxirgi payg'ambar chiqishligini bashorat berilgan. Yahudiylar oxirgi payg'ambar Yasribdan, ya'ni hozirgi Madinadan chiqishligini ular bilishar edi. Shu sababdan ular o'sha yerga kelib oxirgi payg'ambarni chiqishligini kutar edi. Hattoki yahudiylar mushrik bo'lgan o'sha Madinadagi arablarni qo'rqitishardi, ularga tahdid qilishardi. Ularga aytishardiki, hali bizni oramizdan payg'ambar chiqadi, biz sizlarni qirib tashlaymiz deb tahdid qilishar edi. Lekin ular kutgan payg'ambar arablardan chiqqandan keyin ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib, payg'ambarlik ekanligini bilib, ular o'zlarini orasida aytganki, nima qilamiz endi deganda, o'lgunimizcha kurashamiz. Ya'ni o'lgunimizcha kurashamiz. Ular Alloh va rasuliga urush ochdi ular, yahudiylar. Ular Alloh subhanahu va taoloni tanishar edi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanishar edi. Lekin Alloh va rasulidan yuz o'girishdi. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilishlikdan yuz o'girishdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib ergashishlikdan yuz o'girishdi. Va mana shu sabab Alloh subhanahu va taolo mana bu yahudiylarni la'natladi. Hozir mana shu la'nati yahudiylar qanaqangi zulmlar qilyapti mana G'azzoda. Barcha maxluq, barcha insonlar, hattoki musulmon bo'lmagan insonlar ham la'natlaydi o'shalarda. Yosh go'daklarni, yosh chaqaloqlarni o'ldirib turganligi uchun, insonlarni ya'ni qirg'in qilib turganligi uchun, musulmonlardan qirg'in, G'azzodagi musulmonlarni qirg'inbarot qilib turganligi uchun insonlar ham hozirgi vaqtdagi insonlar ham la'natlaydi. Nafaqat musulmon, balki musulmon bo'lmagan insonlar la'natlaydi. Endi musulmon kishini ham uchta holati bo'ladi. Ya'ni musulmonlarni ya'ni uchga bo'lsak, birinchisi, misol Alloh va rasulini ya'ni musulmonlarning uchta holati bo'ladi. Birinchi holati, ya'ni birinchi holatdagi musulmonlar Alloh va rasulini sahobalardek tanib, Alloh subhanahu va taologa sahobalardek ibodat qilishadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalardek ergashishadi. Mana bu musulmonlar dunyo va oxiratda ham saodatli hayotni Alloh subhanahu va taolo ularga nasib etadi. Xuddiki sahobalarga nasib qilgani kabi. Saodatli hayot bu to'kin sochinlikda, boylikda, qasrlardek uylarda yashashlik emas bu. Saodatli hayot bu Qur'on bilan yashashlik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan yashashlik. Ya'ni Qur'onni o'zini hayotiga tatbiq qilishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'zini hayotiga tatbiq qilishlik bu saodatli hayot. Saodatli hayotni o'rganmoqchi bo'lsak, biz sahobalarning hayotini o'rganishligimiz kerak. Birinchi holatdagi musulmonlar mana shular va ikkinchi holatdagi musulmonlar bu nasroniylarni holatiga o'xshab ketadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni tanimasdan, ilm o'rganmasdan ibodat qilishlik Alloh taologa. Alloh subhanahu va taolo birinchi bo'lib ilm o'rgatgan, ya'ni birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kitob qilib
tanbeh berib aytganki, Astag'firullah, fa'lam annahu la ilaha illalloh. Ey Allohning rasuli, bilingki Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Mana shu iymonda ilmi bu. Alloh subhanahu va taolodan boshqa ibodat qilinadigan iloh yo'q ekanligini, faqatgina ibodatga haqli bo'lgan iloh bu Alloh subhanahu va taoloni Alloh subhanahu va taolo deb bilishlik bu iymon ilmi. Ba'zi insonlar misol nima uchun namoz o'qib turganligini bilmaydi. Urf-odatlari endi qarib qoldik. Endi masjidga chiqmasak bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Hamma tanishlarim, choyxonadagi do'stlarim namozga chiqyapti. Endi biz ham namozga chiqmasak bo'lmaydi. Deb mana shu rasm-rusumlarga ko'ra ibodat qilishadi. Ya'ni bir tushuncha borki, din bu ba'zi rasmlar, rusumlar, qabrlarga borib qo'yishlik, bayramda qabrlarga borib suralarni o'qib qo'yib, o'tganlarning haqqiga duo qilishlik. Din deganda ba'zi rasmlar, rusumlar deb tushunadi inson. Bu ilmsiz bo'lganligi uchun, Alloh va Rasulini sahobalardek tanimaganligi uchun ibodat qiladi, lekin u ibodatni Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodat bo'lmaydi. U ibodatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatma bergan, sahobalar qilgan ibodat bo'lmaydi. Mana bu ikkinchi holatdagi musulmonlarning holati Alloh subhanahu va taolo la'natlagan nasroniylarning holatiga o'xshaydi. Va uchinchi holatdagi musulmonlar bu eng achinarlisi Yahudiylarning holatiga o'xshab qolgan musulmonlar. Yahudiylar Alloh taoloni tanigan edi. Yahudiylar ilm sohibi edi. Ular kitob ahli edi, ya'ni ilm sohibi edi. Lekin amal qilishlikdan yuz o'girdi. Alloh subhanahu va taolo Alloh va Rasulini tanib, Alloh taologa sahobalardek ibodat qilmasa, ilm o'rganib, ilmiga amal qilmasa, bu Alloh subhanahu va taolo la'natlagan Yahudiylarning holatiga o'xshab qoladi. Inson dunyo va oxiratda saodatli hayotni xohlasa, Alloh va Rasulini sahobalardek tanishligi kerak. Alloh subhanahu va taoloni sahobalardek tanib, Alloh taologa sahobalardek ibodat qilishligi kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalardek tanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalardek ergashishligi kerak. Saodatli hayot mana shunday bo'ladi. Saodatli hayot bu to'kin sochillikda emas, qasrlarda yashashlikda emas, boylikda, dunyo lazzatida yashashlikda emas. Saodatli hayot Qur'onda inson hayotiga tatbiq qilishligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarini o'rganib hayotiga tatbiq qilishligi, islomga ko'ra Alloh va Rasuli buyurgandek yashashligi, Alloh va Rasuli buyurgan solih amallarni qilishligi, mana bu haqiqiy, bu saodatli hayotdir.